kuz fasli boshlanib, o'tkir respirator kasalliklarning mavsumi ham boshlandi. O'tkir respirator kasalliklarning 90-95%ni virusli infeksiyalar qo'zg'atadi. Biz bilamizki, viruslarga antibiotiklar ta'sir qilmaydi. Lekin shunday holatlar borki, biz antibiotiklarni tavsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Qachonki o'tkir respirator kasalliklarga antibiotiklar tavsiya qilamiz. Birinchidan, 3 kundan ortiq 38,5 gradusdan yuqori bo'lgan isitmada. Ikkinchidan, 1-2 kun isitma qilib, bemorning ahvoli biroz yaxshilanib, keyin yana qaytadan isitma qiladigan bo'lsa. Uchinchidan, burundan yiringli ajralmalar ajralganda, tomoqdagi murtak bezlarida. To'rtinchidan, laborator tekshiruvlarda, ya'ni umumiy qon tahlilida leykositlarning, neytrofillarning, eritrotsitlarning cho'kish tezligi oshganda. Beshinchidan, qonning biokimiya tahlilida C-reaktiv belok va prokalsitanin ko'rsatkichlarining oshganligi 100% antibakterial ko'rsatma bo'ladi.